Alo. Gapiring. Alo. Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. G'aybulla otamiz siz bo'lasizmi? Ha? Otajon, uzr sizni bezovta qilib qo'ydik. Bugungi Alloh inom qilgan fayzli kunlar, ushbu ajoyib kunlarda qarshi olayotgan yana bir yoshingiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Ayni fursatda tabrik so'zi loyihasidan boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bugungidek quvonchli kunlarda sizni yaxshi ko'ruvchi farzandlar tomonidan tabrik so'zlari yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir mehriboningiz yo'llabdilar? Nevaralarimda Mashalloh. Albatta, ular ham bor. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi o'g'lingiz Dilshodjon akamiz, kelin qizingiz Farida opamiz, nabiralaringiz Sitoraxon, Azizaxon hamda barcha yaqinlar tomonidan qabul qilgaysiz. rahmat. Agarda ruxsat bersangiz, hozirda musofirda bo'lgan mana shu farzandlaringizni sizga atalgan tabrik so'zlarini Allohni vakil qilib, roziligini niyat qilib, o'zi qodir etganchalik o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Rahmat sizga. Assalomu alaykum bizning mehribonimiz, shirin so'zli, qalbi go'zal, doimo biz uchun har narsaga tayyor bizning qahramonimiz, aziz dadajonimiz. Tug'ilgan kuningiz bilan ota, bu dunyoda biz uchun eng katta baxt siz kabi otaning farzandi bo'lishdir. Har bir nafasda, har bir yutug'imizda, har bir mustahkam qadamimizda biz sizning soyangizni, duoyingizni his qilib yashaymiz. Siz bizga erkaklikni, sabrni, halollikni, oriyatni va eng muhimi inson bo'lib yashashni o'rgatdingiz. Sizning mehnatlaringiz, kechalari uxlamay qilgan izlanishlaringiz, biz uchun berilgan fidoyiliklaringiz bularni bir umr yoddan chiqara olmaymiz. Siz bizning ustunimiz, bizning soyamiz, bizning g'ururimizsiz. Biz bugun kim bo'lgan bo'lsak, bu sizning tarbiyangiz, duoyingiz, orqamizda turgan kuchingiz bilan. Dadajonim, biz siz bilan faxrlanamiz. Har safar ismimiz aytilsa, sizning farzandingiz degan gap biz uchun eng katta sharaf. Sizning hayotingiz biz uchun tiriklik saboqlariga to'la kitob bo'ldi. Sizning mehringiz esa yuragimizni doimo iliqlik bilan o'rab turadi. Biz bu muqaddas kunda, siz tug'ilgan kunda yaratgandan bosh egib duo qilamiz. Ey Rahmon, Parvardigor, bizning otamizga sog'lik, uzoq umr, ruhan tinchlik, ko'ngil farog'atidan ayirma. Uni har doim o'zing panohingda asra. Bizni u kishining ko'zlarini nuri, qalbi suyunchi bo'lishimizga nasib et deya ushbu duolarni siz uchun har kuni qilamiz. Ota, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizni juda ham sog'indik. Hamisha o'zingizni ehtiyot qiling deya Dilshodjon o'g'lingiz hamda sizni juda ham qadrlaydigan, sizni o'z otalari deb biladigan kelin qizingiz Farida opa, nabiralaringiz Sitoraxon, Azizaxon tomonlaridan qabul qilgaysiz. Rahmat. Tashakkur. Har doim mana shunday farzandlar baxtu kamoli uchun otajon sog' va salomat bo'ling. Ana endi mehribonlaringizni yana bir she'riy nomalari bor edi siz uchun. Shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasam maylimi? Rahmat sizga. Qayg'urasiz, og'risa jonim, yonimda siz har qaysi onim. Hammadan ham eng yaxshi insonim. Boringizga shukr dadajonim. Suyanganim eng baland tog'siz. Bizlarni deb qo'li qadoqsiz. Beminnatim, mehri adoqsiz. Boringizga shukr dadajonim. Ko'zlarimiz nam qilmadingiz, o'zingizni g'am qilmadingiz, birovlardan kam qilmadingiz. Boringizga shukr dadajonim. Davronimda suribman bugun, davringizda yuribman bugun, malikadek, shahzodadek turibman bugun. Boringizga shukr dadajonim. Hammadan zo'r bo'lar farzandingiz, gar yelkamizda tursa qo'lingiz, baxtimiz uchun omon bo'lingiz. Boringizga shukr dadajonim deya ushbu ajoyib she'riy nomani ham sizga yo'llabdilar. Otajon, sizdan ham farzandlar uchun samimiy tilaklaringiz aytarsiz va nasihatlaringiz bo'lsa marhamat, ayni damda yetkazib berishingiz mumkin. Nevaralarim yillarga kirib yursa, meni ham nevaralarim yaxshi o'qishlarga borsin,
aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham otajon. Alloh rozi bo'lsin. Biz uchun ajratgan vaqtingiz uchun ko'p savoblar yozgan bo'lsin. Ilohim 100 yoshlarga kiring. 100 yoshlarda ham mana shunday farzandlar ardog'ida yuring. Ularni baxtu kamollarini ko'ring. Sog' salomat bo'ling va bugungidek ayyomingiz go'zal holatda o'tishligini Allohimdan so'rab qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling.